Demak, assalomu alaykum. Davom ettiramiz qolgan joyda. Keyingi ko'radigan funksiyamiz bu sum va sequence, ya'ni ketma-ketlik funksiyasi. Avval biror bir sonni belgilab olaylik. Masalan, n teng 15. Mana va x qabul qilsin. Masalan, deylik 5 dan n gacha bo'lgan sonlarni va mana bu yerda sequence funksiyasini qo'ysak ham bo'ladi. Mana endi print x qilsak, mana 5 dan 5 gacha bo'lgan sonlar. Keyingi funksiyamiz esa sum, mana shularni yig'indisini topishga yordam beradi. Mana sum 1 n ga teng. Demak, bu mana bunga o'xshaydi demak. 5 6 mana shunga o'xshab ketadi. 7 masalan. Mana shunga o'xshab 5 dan 15 gacha sonlarning yig'indisi sumini beradi. Demak, keyingi ko'radigan funksiyamiz bu class funksiyasi ekan. Class funksiyasi bu mana bu yerda object class array simple arithmetic mechanism, ya'ni data type nimalardir, ya'ni ma'lumotlarning turlari. Masalan, x ni ko'rsak, class ya'ni integer, ya'ni bu butun son. Agar masalan class n ni ko'rsak esa numeric, bu esa raqamli ko'rinish degani. Endi esa data setlar bilan ishlashni ko'ramiz. Masalan, data murders qilsak, murders data setimizni yuklab oladi. Mana bu ds labsning ikkita murders data set bor, o'shani hozir biz oldik. Endi buni ko'rsak, class murders data frame, yana bir narsa, kodlarni aynan mana bu skriptda yozish shart emas, terminalda yozsa ham bo'ladi. Masalan, class murders yozsak, mana shuni yozsa ham bir xil natijani olamiz. Ammo skriptda yozish qulayroq va uni qayta ishlash mumkin bo'ladi. Demak, biz buni ko'rsak, murders qilsak, mana data frame mana borligi, yoki mana bunday qilsak esa head funksiyasi bilan esa dastlabki 6 ta qatorni ko'rishimiz mumkin. Mana ustunlar nomi, state, abbreviation, region, population, total va bizda undagi dastlabki 6 ta qatorni ko'rishimiz mumkin. Bu data frame mana shunday Excel ko'rinishdagi yoki jadval ko'rinishidagi ma'lumotlar desak ham bo'ladi. Biz ustunlar nomini ko'rmoqchi bo'lsak esa mana funksiya ishlatamiz. Ya'ni bizda bor ustunlar soni 4 ta ekan. Undan tashqari keyingi qiladigan narsamiz bu mana shu data frame ma'lum bir biz ustuni kerak bo'lsa mana bunday qilamiz. Murders mana bu belgini qo'ysak va mana bunday qilsak, ya'ni mana 51 ta. Mana shu belgi demak, mana shu data frame, mana shu murders data frame population ustunidagi elementlarni chiqarib beradi. Keyingi funksiyamiz esa mana bunday qilish mumkin. Masalan, qabul qilib olsin, murders abbreviation olsin. Demak, keyingi funksiyamiz mana shu arrayni ichida nechta element borligini aytib beradi. Mana 51 ta. Tepada ham ko'rishingiz mumkin 51 ta. Bu yerda ham 51 ta element bor demak. Mana shuni ichida. Mana karakter 1 dan 51 gacha. Mana bu o'ng tomonda ham ko'rishimiz mumkin variablelarni. Demak, keyingi ko'radigan narsamiz bu taqqoslashlar. Masalan, biror bir z ni olaylik. Masalan, 3 kichik 2 bo'lsin, class set qilsak, logical. Mana bu yerda z ni o'zini false, ya'ni xatoligini ko'rishingiz mumkin. 2 dan kichik bo'lmagani uchun bu false qiymatini qabul qilib oldi. Masalan, mana z false ga teng, bu yerda ko'rishimiz mumkin. O'zini esa logical. Buni haqida batafsil ma'lumot olish uchun esa mana bu yerdan ko'rish mumkin. Mana o'ng tomonimizda demak mana shu ko'rindi. Mana bu esa taqqoslaydigan belgilar. Uni qanday ishlatish barchasi mana shu yerda batafsil berilgan.
demak keyin ko'radiganimiz esa levels funksiyasi. Demak avval ko'rib olsak murders region qilsak bizda mana shu regionlar borligini ko'rishingiz mumkin. Masalan janub, g'arb, markaziy shimol, shunga o'xshagan. Demak bizda qandaylar borligini, ya'ni unik yagona bo'lgan elementlar sonini mana bunda ko'rishimiz mumkin. Levels murders region qilsak mana demak bizda jami 4 xil ko'rinishdagi qismlar bor, ya'ni bu region hudud desak ham bo'ladi. Mana west, north central, south, north east. Demak davom ettirsak ham bo'ladi. Keyingi ko'radigan narsamiz bu matrisa. Matrisani qanday yaratishni ko'ramiz. Matrisa funksiyasi bor o'zi. Mana masalan 1 dan 12 gacha 4 ga 3 qilsak, bu shuni bildiradiki 4 qator 3 ta ustun. Demak matni o'zini ko'rsak mana bu yerda ko'ra olamiz. Yanada tushunarli bo'lish uchun mana demak 4 qator 3 ta ustun 1 dan 12 gacha bo'lgan elementlarni bildiradi mana shu funksiya. Matrisani demak shunday yaratib olishimiz mumkin. Va undan tashqari biz uni ma'lum bir hududlarni ma'lum bir qismini ham ko'rishimiz mumkin. Masalan biz ikkinchi qator 3-chi ustunni ko'rmoqchi bo'lsak, mat 2 3 deymiz. Bizning taxminimiz bo'yicha mana ikkinchi qator 3-chi ustun bu o'nga teng bo'lishi kerak. Mana o'ng. Va xuddi shu yo'sinda masalan yoki biz ikkinchi qator o'zini ko'rmoqchi bo'lsak, mat 2 qilamiz. Mana ikkinchi qator 2 6 o'ng yoki 3-chi ustunni deylik. 9 o'ng 11 12 mana bular. Demak mana shunday ko'rinadi bular. Yoki ma'lum bir qismini olmoqchi bo'lsak, mat demak mana bunday bo'ladi hozir. Barcha qatorlar, ammo ikkinchi, uchinchi ustunlar mana. Ikkinchi, uchinchi ustunlar barcha qatorlar. Mana shunday ko'rishimiz mumkin. Yoki mana bunday qilsak ham bo'ladi mana. Matrisa birinchi, ikkinchi qatorlar, ikkinchi, uchinchi ustunlar. Qilsak mana 5 9 6 o'ng mana bular, ya'ni 5 9 6 o'ng. Mana shunday qilib ko'rishimiz mumkin. Demak biz xuddi shunday qilib murder datasetini ham ko'rishimiz mumkin. Demak avval undan oldin matrisani qanday qilib data frame ga o'zgartirishni ko'ramiz. Mana bu yerda data frame ko'rinishga o'tdi matrisamiz. Mana bu matrisamiz data frame ko'rinishga o'tdi. Demak ikkovi ham juda ham o'xshash ko'rinishda, asli o'xshash bo'ladi. Demak masalan data murdersni biz olgandik. Agar olmagan bo'lsak yana bir bor yuklab olamiz. Undan tashqari biz mana shu murders datasetini xuddi mana shu matrisaga o'xshab ma'lum bir joylarni ko'rish mumkin. Masalan 25-chi qator deylik, birinchi ustundagi element Mississippi yoki biz murders bir qilsak Alabama. Uni qanday qilib tekshirishimiz mumkin? Head murders qilsak mana birinchi ustun birinchi qatorda Alabama turibdi. Mana bu yerda ham xuddi shu narsa bo'ldi. Ko'rganingizdek. Demak hozircha shular edi. E'tiboringiz uchun rahmat.